Allohning eng sevimli bandalari har doim ham insonlarning eng sevimli odamlari bo'lavermaydi. Ba'zida odamlar juda yomon ko'radigan yoki kamroq yaxshi ko'radigan odamlar, insonlar yuqorida ko'proq sevilishi mumkin. Farishtalar tomonidan, Robbisi tarafidan. Buni hayotga qarasa ko'p ko'ramiz. Biz birovni yoqtirsak yaxshi deymiz. Yoqtirmasak uni darrov yomon deymiz. Hukmlar chiqaramiz. Vaholanki Allohning tarozisi boshqacha ishlaydi. Adolatli tarozidir. Bu taroziga ko'ra boyagi butun insonlar hamma nafratlanadigan biri eng yaxshi biri bo'lishi ham mumkin.